Girls Costcodan olgan $210 produktlarimizni birgalikda raspakovka qilamiz. Girls qaranglar qanaqa suyuqsonli oldi. Ikkalasi $12 tushdi. Har bittasi 2,5 litrdan. Keyingisi shunaqa taytdan parashok o'rin qopoqchasi bor. Ancha vaqtgacha yetadi, hidi ham yaxshi, ham bolachalarim kichkina bo'lgani uchun kiyimlar rosa dog' bo'lib ketadi, dog'ini yaxshi ketkazib beradi. Shunaqa shakar olib, bizda vegan sertifikati bor, organik shakar bu ham. Shakarni qo'ygandan keyin ozgina qolgan. Mana shu to'ldirib qo'yaman. Shunaqa qizaloqlarimga svetniy qoshiqchalar oldik. Chopqanligim tutib bukovkasini ochib qo'ydim. Boya ovqat yegizgandim. Keyingisi shunaqa cho'kapay qizlar, men o'zbek magazindan oldik. Shunaqa slivichli masla oldim. Tuz qo'shilmagan, shirin. Jirni o'rniga ishlataman. Bu yerda jir yo'q, Amerikada bilasizlar. Shuni o'rniga ishlataman, somsalarga, patirlarga. Shunaqa bodringni oldim. Shunaqa o'zim kattasidan, mana bunaqa kichkinasidan. Bu organik, ichida hech qanaqangi dori vositalari bilan o'stirilmagan, shu organik. Bu organik emas. Faqat kichkina bodringchalar. Kokteyl tayyorlash uchun, salatlarga solish uchun shu udobniy. Mevalardan olma oldim. Shunaqa mana bu yerga yozib qo'yadi. Shirin, nordonligini darajasini, o'rtacha shirinlikda bu. Keyin banan, shunaqa. И mandarinchalar. Bu safar tuxum shunaqa flekaliga chiqibdi, 2 fleka oldik. Upakovkada. Shunaqa idishda sut oldim, 1 galon. Korobkalik sutlarim bor. Men pishiriq ko'p pishiraman, shuning uchun shuni oldim. Qizlar shunaqa 2 qop sweet onion oldim. Bu shunaqa shirin piyoz, O'zbekistonga o'xshab achchiq emas, ko'zlariga mashlanmaydi. Keyin kartoshka. Oxirgisi bo'lsa shunaqa bo'yim bilan baravar bounty. Bunisini sot qo'yib ochib. Videolarim sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'ying. Like bosib, esingizdan chiqmasin. Sizlarga bo'lsa bye girls.